Hammaga salom, sizlar bilan har doimgidek Zeysamanchik. Bugungi videomizda car parkingga yangilanish keldi. Birga masalarsiz YouTube'ga ham kam video qo'yayotganim, vaqtim bo'lmayapti o'shanga, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, hamma so'ragan va nihoyat yangilanish keldi. O'zim ham juda ko'p kutganman bu yangilanishni. Bolalar ham Instagramda, Telegramda rosa ko'p so'radi. Lekin yangilanish kelmasdan qiynalib Androidga. Xo'p, bugungi videomizda yangi qo'shilgan mashinalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda yangi qo'shilgan mashinalarimiz qayda qoldi? Yangi qo'shilgan mashinalarimiz bu safar yaxshi mashina qo'shilibdi, lekin razvodchilarga kattakon rahmat. Xo'p, yangi qo'shilgan mashinamiz birinchisi Kia. To'liq nomini bilmayman, lekin xo'p, buni olamiz. Salonni yoqib qo'yamiz. Esijo, salonni ham ko'rsataman. Xo'p, rangini oq yoki qora. Yaxshilamayapti. Xo'sh, shunday qilib qora qilsak, keyin disk ekan bu. Tonirovkani uramiz. Beton tonirovka qaraychi. Xo'p, diskni tanlashga menimcha ancha vaqtim ketib qoldi, chunki hali diskani tanlab qo'yaveramiz. Hozir men shunchaki tuning qilyapman, xolos bolalar degan. Xo'p, endi haydab ko'ramiz. Yangi bazada. Bunday qilaylik, tezroq kiradi. Xo'p, u yangi cho'lli baza. Yangi emas u. Atak cho'lli bazani sal rivojlantiribdi xolos bolalar, lekin xo'p, qani kirchi. Grafikani to'g'rilashim kerak ekan. Grafik to'g'ri. Xo'p, mayli, nima deymiz? Zo'ru bolalar, vahshim boru. Bazaga gap yo'q, lekin zo'r qilibdi. Zapravkalar, chotki. Xuddi videoda ko'rgandek bo'libdi. Gap yo'q, lekin vahshim zo'r chiqdi. Xo'p, bu mashinani hozir tushamiz. Eshiklar ochilar ekan. Xo'sh, tashqi ko'rinishlari shunaqa. Salonini ko'rsataman. Saloni xaritani ko'rsatib turar ekan. Zo'r. Salon o'sha. Menimcha chiqib ko'rmaganman bu giyaga. Saloniga qiziqman, lekin xo'p, shunaqa ba'zilar qo'shilgan. To'g'ri, ba'zan yangilashibdi. Atak menga yoqdi bu ba'zda, xudo xolasa bu ba'zlarda ham kutinglar, Instagramga video chiqadi, xudo xolasa yangi mashinalarda ham. Yangi mashinalarda ham xudo xolasa video chiqaramiz, chotga qilib. Vaqtda zo'r joylar qo'shilibdi videoga. Zo'r, lekin xo'p, keyingi mashinani olamiz. Xo'p, bizda keyingi mashinamiz bizda i7 shunaqa edi. Xo'sh, keyingi mashinamiz qayda qolding? Xo'sh, kutamiz. O'tib ketmagan bo'lsa, mayli.
Mana shu mashina ham qo'shilgan bolalar. Hammasini bitta-bitta haydab ko'rish, qisqacha qilib tushuntirib ketaman. Hammasini bitta-bitta haydab ko'rishga. Keyin o'zlari yangilab olgandan keyin haydab ko'raverasizlar. Hop, hatto bu mashina ham zo'r. Audi nechidir ham bilmayman lekin. Men hozir X7 ga qiziqyapman. A7 ga. A7 dan olamiz. Salonni ko'rsatgan qo'yamiz. Xo'sh, menyuga kirib qora qilamiz buni ham. Buni bunday qilsak, u takoy bo'lar ekan. Keyin tarib, bunday qilsak, oshdi-yu, mashina takoy-yu bolalar. Qanotlar. Aynet, kolxoz qanot bo'yatibdi. Mana shu bo'laveradi. Oldi. Juda o'zgarish sezmayapman, nima o'zgaryapti? Pastdagi o'zgaryapti. Mana shuni qo'yamiz. Orqasi. Buni ham qo'yamiz. Bular nima ekan? Bular vash foydasi yo'q narsalar. Xo'p, buni ham haydab ko'ramiz. Salonlarni ko'rsataman sizlarga. Birozda kirish sal qiyin bo'lyapti. Takoy lekin ba'zi bor menga yoqdi. Averinkalar zo'r. Insonning so'zi eng pastda yonar ekan. Salonni ko'raylik, nima saloni muhimizga. Salon vashim takoy borlar lekin bor. Buni ham eshiklari ochiladi. Eshiklari bo'ldi ochiladi. Takoy zo'rdek. Vashim zo'r. Gap yo'q, lekin razvojoylarga ketagan rahmat. Vashim zo'r mashina qo'shibdi. Hop, keyingi mashinani ko'ramiz. Keyingi mashinamiz. Xo'sh. Mana bu mashina qo'shilgan. Bu safar 6 ta mashina qo'shibdi, xolos bolalar. Lekin gap yo'q, shunchalik zo'r qo'shibdi. Bu safar ko'proq qo'shibdi lekin. Hop, shunaqa mashina qo'shilgan, boshqa mana bu mashina bor. Shu mashinani qo'shgan. Boshqa mashinalar yo'q. Yangi bazalar va o'sha eski mashinalar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosishni esdan chiqarmang. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Hammaga rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Samanchik bo'ldi.